Akalar assalomu alaykum. Sizlar uchun piknik ya'ni oshxona nabor dachaga chiqqanda ham maza qilib ishlatiladigan naborimizni tayyorlab qo'ydik. Bu naborimizda bir dona ko'hna uchun, oshxona uchun povurlarga ham mo'ljallangan chopqisi. O'ta ham baquvvat chiqqan, oxirgi siflashni keladi. O'ta ham maza qilib ishlatadigandan tayyor bo'lgan akalar. Keyin bir dona meva-chevalar to'g'ragani dachaga chiqqanda ulfatlar bilan, do'stlar bilan o'ta ham keskir. Har bir xonadonda, har bir oilada bo'lishi shart bo'lgan naborimizdan. Mollarni, qo'ylarni bo'g'izlab, terisini shilganda teri pichoqlari, bitta охоточный ov pichoqlari mollarni bo'g'izlasanglar ham yaraydigandan bo'ladi. Tig'lari zaynamas, xilapindan bo'ladi. Har zamonda qayragani musati 10 dona shashlik uchun nejavekadan. Zaynam qorayib qolmaydi. O'ta ham baquvvat chiqqan akalar. Kimga kerak bo'lsa, bu naborimizni ham aksiyaga qo'yib beramiz. Bironta yaqin do'stlarga, tanish-bilishlarga podarka qilsanglar ham sizlarni ham bizga ham xijolat qilib qo'ymaydi. Aytgan yozuvlaringizni, aytgan isminglarni besplatnik pichoqni tig'iga tushirib beramiz akalar. Dadangizga, ya'ni yaqin bir insoningizga tug'ilgan kunlariga tabrik uchun ham bersanglar, o'ta ham zo'ridan tepada aytib o'tganimdek, sizlarni ham bizga ham xijolat qilib qo'ymaydigandan tayyor bo'lgan. Kimga kerak bo'lsa, srochniy aksiyaga qo'yildi akalar. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz.